Bu videoda biz fizika nimani o'rganadi, fizikaning ma'nosi, mexanika bo'limi nimani o'rganadi degan savollarga javob topamiz. Fizika so'zi yunonchadan olingan bo'lib, tabiat hodisalari degan ma'noni bildiradi. Fizika tabiat hodisalarini o'rganadi va hozirgacha o'rganish davom etib kelmoqda. Fizikada 30 tadan ortiq bo'limlar bor va ular yangi kashf etilmoqda. Lekin fizikaning 6 ta asosiy bo'limlari bor. Ulardan biri mexanika bo'limidir. Mexanika bo'limi jismning harakatini o'rganadi va 3 ta kichik bo'limga bo'linadi. Birinchisi kinematika, ikkinchisi dinamika, uchinchisi statika. Kinematika bo'limi jismning harakatini o'rganadi. Harakatini sababini o'rganmaydi. Dinamika bo'limida jismning harakati va uning sababi o'rganiladi. Statika bo'limida esa harakat qonunlari o'rganiladi. Hozir biz o'tayotgan mavzular kinematika bo'limining mavzulari ichida bor. Albatta, M. Usmonov fizika kitobining ichidagi mavzularda.